Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Xudo xolasa mana bugun biz sizlarga 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumotlar beramiz. Hamda biz obunachilar ichida, hamda bizni kuzatayotganlar ichida ro'za Ramazon oyiga boraman deb niyat qilgan hoji ota, hoji onalarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Ota-onamni olib borib ro'zalar tutib, xudo xolasa hayit namozlarni o'qib kelaman deb niyat qilganlar bor. Xudo xolasa mana shu videomizni oxirigacha ko'rsalar, bular haqida ham sizlar uchun ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bo'lmasam biz 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumot olish uchun Qahramon akamiz oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum Qahramon aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Simsiz bo'lgan shular. Aka, bizni shu kuzatib borayotgan obunachilarimiz, muxlislarimiz barchalariga mana shu 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumot bersangiz va video so'ngida shu 35 kunlik paket ro'za Ramazon oyi haqida ham bir ma'lumotlar berib o'tib ketsangiz. 14 kun davomida 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari hozir. Ro'zada bo'lsa 2 mahalga o'tiladi, xudo xolasa va saharlik va iftorlik beriladi. Gastnitsa oraliqlarimiz esa Madinada 150-200 metrgacha uzadi. Makkada 1,5 kilometr bilan 2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Bemalol Farg'onadan Toshkentga reyslarimiz bor. Kimga qanday kunlar bo'lsa, bemalol joylarni bron qilishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi mana shu yaqin kunlarda o'zimizni vodiydan, qatlardan reyslarimiz bor 14 kunlik umra ziyoratiga. Xo'p, Farg'onadan 10-11-ga reysimiz bor. Haftada bir kun Namangandan bo'ladi, Toshkentdan kunda reyslarimiz bor. Xo'p aka, mana 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumotlar berib o'tdi. Endi obunachilar ichida, bizni kuzatayotganlar ichida ro'za Ramazon oyini kutayotgan hoji ota, hoji onalarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Ro'za oyida borib o'sha hayit namozlarini o'qib kelamiz niyat qilganlar. Shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, 35 kunlik paketimiz yo'lga qo'yilgan. Siz obunachilaringizga aka, ro'za Ramazonda hatto kutaman deganlar uchun, Laylatul Qadr kechasi va hayit namozini o'qib kelaman deganlar uchun 35 kunlik paketlarimiz bor. Bemalol telefon qilib o'z joylarini bron qilishlari mumkin. Qahramon aka, rahmat. Bizni kuzatib borayotganlar, Xudo xolasa sizlarga ma'lumotlar berib o'tdik deb o'ylaymiz. Yana qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, videoda oldindan uzr so'raymiz. Yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa o'z joylarini bron qilishlari ham mumkin. Barchalaringizga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar hamda obuna bo'linglar, shunday yangiliklar ko'rib borasizlar. Qahramon aka, sizga yana bir bor rahmat. Ishlaringizga omad, rahmat, sog' bo'ling.